Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoga befarq bo'lmang, chunki bu video Koreyada vafot etgan o'zbek qizi haqida bo'ladi. Ushbu videoga qo'lingizdan kelgancha izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring, like bosing, obuna bo'ling kanalimizga. Marhamat, videoni tomosha qiling. Tez gapiraman, telefonim o'chib qolyapti, batareykalari ishib ketganiga. Qarang, xullas o'rtadan daliluz chiqib ketadigan bo'lyapti-da. Feruza opaga ham aytdim. Daliluzni chiqarib oling deb. Xo'p, agar daliluzni chiqarib olsa, sizlar yordam berasizlarmi Feruza opaga? Albatta. O'shani avazakangiz bilan gaplashing. Qanaqa qilib yordam bera olasizlar? Opa, qarang, daliluz aytganda boshida Koreyaga boradigan bo'ldim. Tikishim ahvoli. Suv tingandan keyin qahramon bo'lib chiqmasa bo'ldi o'zi. Daliluz algina qilayotgan o'ziga aktiv yig'yapti, opa. O'rtadan chiqib ketsin. Opa, siz shuni yetkazing onasiga. Avazbekaga o'zi to'g'ridan to'g'ri chiqsin. Avazbeka bilan gaplashdim hozir. Onasi Avazbekaga to'g'ri chiqsin. Bitta qilmasdan Avazbeka bilan gaplashib nima qilaman? Ha, o'shani gaplashib ko'ringchi, nima yordam bera olasizmi deb avval yaxshilab gaplashmaysizmi? Daliluzni o'rtadan chiqarib yuborgandan keyin avazaga ham yordam bermasa, onasiga hech kim yordam bermaydi keyin shu bilan. Daliluz yordam beryaptimi, opa, moliyaviy taraflama ham. Opajon, men Avazbekani oldidagi odamman. Anavi Mom Ali degan bloger opamiz aytuvdi. Telefon qilasagan dedi-yu. Gapiryapsizlar ekan-ku, o'shanga telefon qilsin degan ekansizlar. Men nega telefon qilishim kerak ekan, o'zlari qilsin dedim. Momali opamiz aytdi, agar Avazbek shunaqa dakansa olib boraveradigan bo'lsa, yordam beradigan bo'lsa, men anavi har xil uchinchi odamlarni o'rtadan chiqaraman. dedi anavi bloger opa. Keyin men u gapni Avazbekaga yetkazdim. Shunaqa aka, onasi shunaqa deyapti ekan desam, Avazbek aytdiki, agar o'zi to'g'ri chiqib, chiroyli muomalasini qiladigan bo'lsa, men ham chiroyli muomalasini qilaman. Rus o'rtadagi odamlarni chiqarib yuborsin. Deyapti. Qarang opa, bitta gap, mayli o'tgan ish o'tib ketdi opa. Avazbekka dakansa yordam beradi. O'rtadagi Daliluz opa mana kelolmayman dedi Koreyaga. Kelolmaydi ham opa. Kelaman deb kelolmayapti, o'tirib o'zinglar politsiyaga topshiringlar deyapti. Sizga qanaqadir yordam berdimi, moliyaviy yo ma'naviy? Nimaga menga Daliluz moliyaviy yoki ma'naviy yordam berish kerak? O'zingizga savol berib ko'ring. Sizga tayyor yordam berayotgan odamni opa o'zlaringdan qilyapsiz. Koreyaga kelasizmi siz? Koreyaga kela olasizmi? Boraman, xudo xolasa. Bo'ldi, Avazbekaga aloqaga chiqing opa.